Farg'onalik qiz hamma ishlarini tashlab chevarchilikka o'tib ketyapti. Chunki yaqinda chevar bo'lib ham yaxshigina pul topish mumkinligini eshitib qoldim. Bu sohani Farg'onada yaxshi o'rgatadigan joyni juda ham ko'p qidirdim va oxiri Gigo akademiyasida to'xtaldim. Bugun bo'ladigan birinchi darsga esa bankdagi navbat tufayli kech qoldim. Borishim bilan darslar ham boshlanib ketdi. Aytgancha bu joyda erkaklar, ayollar va bolalar kiyimlarini tikishda o'rgansangiz bo'lar ekan. Men bu sohaga avvaldan qiziqardim, lekin menga yo'l ko'rsatadigan odam yo'qligi uchun to'g'risi ikkilanardim. Agar siz ham menga o'xshab dizaynerlik yoki tikuvchilikka qiziqsiz, lekin nima qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, hozir sizga zo'r yangiligim bor. 18-may, ya'ni kelayotgan dushanba kuni Gigo akademiyasida ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tadi. Shu kuni bizga Gigo akademiyasi asoschisi 14 yillik tajribaga ega dizayner maxsus seminar o'tib berishadi. Bundan tashqari akademiya bo'ylab ekskursiya qilib, har xil bonuslar ham yutib olishimiz mumkin. O'sha kuni aynan o'zim ham shetda bo'laman. Obunachilarim orasidan dizaynerlikka qiziqadigan qizlar kelsa, to'g'risi o'zim ham xursand bo'lardim. Aytgancha ochiq eshiklar kuniga kelish mutlaqo tekin, lekin joylar soni cheklangan. Hamma qiz bola obunachilarimni shu kuni Gigo akademiyasida kutib qolaman. Seminar uchun storiesimdagi havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Seminarda ko'rishguncha.